Assalomu alaykum do'stlar. Men albatta ko'rib turibsizki, 3 ta uy turibdi bu. Bu uylar kimniki desangiz, albatta bizniki. 3 kishi birinchisi Kriveniki. Ikkinchisi Abduniki. Uchinchisi bo'lsa meniki. Birinchi o'rinda mayli ukamnikini baholaymiz. Mana bu uyga baho bering. Birinchi buni sapchib ko'raylikchi oldin. Boshqatdan o'xshamay qoldi. Bu kichkina ekan buni basseyn. Okey, yaxshi. Kreslochasi bor ekan. Albatta buni ham akasi qurib bergan. Balki o'zi qurgandir. Okey, yaxshi. Yaxshi bitabdi u to'rtam. To'rt yaxshi ekan. Divan qani? Mayli, baho berasizlar o'zlaring. Men shunchaki o'zim aytib ketyapman. Endi Kriveniki. Kriven, okey, basseyni olmosdan ekan. Yaxshi, uyi oltin olmos. Sandig'ini qaraylar, ochsa bo'lmaydi sandig'ini albatta. Okey, buning uchun endi yaxshi divarlar, pechkalar. Buni birinchi qavatini ko'raylikchi, qanaqa ekan. Qavat ekan bu. Birinchi qavat. Ozbek. Bu yo'nib chiqayotgan, artilib chiqayotgan xonacha bo'lsa kerak. Mana haqiqiy uyi menimcha. Artilib chiqayotgan xonacha ekan menimcha. Shunaqa ham bo'lsa kerak. Ana endi sizlar bu uyga baho beringlar. Ana uni qaranglar, hozir harflar olib turibdi mana uni. Voy, zo'r quribdi uyga. Okey, zo'r quribdi Krive. Ana endi mening uyim, albatta Maxning uyi. Baho beringlar. Mana bu kreslo, buni ham Maxning o'zi qurgan, hech kim qurib bergani yo'q. Mazza o'tirsa bo'lar bu yerda, bu o'zining divani, shaxsiy pechkasi bilan versagi. Bu sandig'i, bu kitoblari. Kimning uyi yoqqan bo'lsa, albatta baho bering. Va biz bunda yaxshi boshqatdan hozir o'xshamay qoldi. Sapchishda hozir ko'rasizlar. Arqadan kelatdim deyapti turib. Bitam ana o'xshamay qoldi. Batutga chiqib sapchish kerak edi. Mayli. Uy yoqqan bo'lsa, kommentariyaga baholab ketishni unutmang.